qizlar jonla qilasizlar. Короче, onam uylariga keldimda kelinim pegoja qilibdi. Hamma qilsanglar. Bismillah. Xamirni bilmaganda-yu qanaqa qilishni. Mayli zo'r chiqdi aka. Xamir pishni bo'lib turish kerak-ku. Unda anaqa bo'lib qolibdi-da. Lekin oshirilgan xamir. Menimcha pegodagi suvni qaynatib qo'ymaydi-yu, muzli suv qo'yadi, suv o'zi qaynashi kerak. Keyin ko'tariladi pegoja. Menimcha kelinim suvni qaynatib keyin qo'ygan. Lekin yaxshi chiqdi, ichlari yaxshi. Zato eplabda